Mana shunaqa 4 burchak joy. Hop, birinchi lokatsiyani narxini aytib ketaman. Tashlarni Konizarda turibmiz 05 bitayda. Narxi 25 ming, pastki raqamlar egalari. Bemalol chiqib savdo qilishlari mumkin. Joyimiz 4 burchak 7 sotik. Bu tomonda mahallamiz asfalt bo'lgan ekan, uyni oldiga mana teraklar ekib qo'yilgan. Ariq bor. Mana bu katta bitta soy desa ham bo'ladi, normalniy suv oqyapti. Narigi tomoni ham mahalla ekan, bemalol narigi tomondan ham robot ochib, baqa xo'd qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz ikkiga bo'lib, 2 kishi bo'lishib olsalaring ham bo'ladi. O'zaro chiqib 2 kishi bo'lsalaring ham 2 kishiga ham shuni o'tkazib beraveradilar. Razilini keyin qilib olasizlar. 25 mingga egalar raqamini qo'yib qo'yapmiz. Bu tomonimiz aytganimizdek asfalt bo'lgan ko'cha, baqa chiqsangiz 05 bitakka chiqasiz. Tashlarni Konizarda mana shunaqa chiroyli joy so'raganlarga jo'natib qo'yamiz. Atrofi o'ralgan, oldi o'ralmabdi xolos. Suv svetdan muammo yo'q, yangi stolbalar tushgan ekan, svetlar tushgan, mana shu 3 faza ham kelgan. Gaz yo'q ekan, gazni ham mana shu tortib kelsa kerak. Mana bu tomonni aytganimizdek soyda bo'yi. Mana shunaqa chiroyli joy 7 sotik 25 mingga, menimcha barakaga yaxshi. Sog' bo'linglar.